Hurmatli obunachilar, mana yana baxtli mijozimizga, oilamizga mashinalarni taqdim etmoqdamiz. Bu Anor opamiz bizani anchadan beri kuzatib kelyaptilar, to'g'rimi Anor opa? To'g'ri. Axir oqibat keldingiz bizlarni ko'rishga. Mashinangizni olib keldingiz, Spark topshirdingiz. Nechinchi yil edi? 18-yil. 18-yil 70 millionga olib qoldik. Yetmagan summasini kredit qilib berdik. 2 yilga 4 million 100 dan aylandi. To'g'ri. Qalay, yoqdimi bizani sharoitlar? Конечно, yoqadi. Aha. Yoqdi, bir kunda chiqardik. Aha, tilaklaringiz. Omad sizlarga. Aha. Ilohim sizlarda mijozinglar ko'payishsin. Rahmat. Xohlagan turdagi mashinani olsin. Rahmat. Tavsiya qilib qolasizmi boshqalarga? Doim men tavsiya qilaman. Aha. Ishingiz tushmagancha bilmas ekan odam. Ishim To'ppa-to'g'ri. tushdi, mana bu. Tez, qulay, oson bitta ishingiz. Kecha mana shunaqa vaqt kelgan edim, bugun olib ketyapman. O'zimiz ham mijoz jo'natib qo'yamiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Sog' bo'linglar, mana yaxshiligiga haydanglar. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, yaxshiligiga xizmat Rahmat. sizdan. Sizga ham omad tilayman. Rahmat. Mijozlaringiz ko'payishsin. Yaxshi omadlar tilab qolaman. Rahmat. Mana Sog' sog' bo'ling. Omad. Rahmat.